Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Men xudo xolasa Samarqand viloyat Bulung'ur tumanidagi ishimiz yakunlanyapti. To'g'risi video qilishga o'zimiz ishlarimiz juda ko'plar yakunlangan, video qilishga vaqt bo'lmayapti. Mana xudo hozir bu yerga bir klip yetmay qolgan ekan, shu olib keldim, shu bahona birdan video qilib ketaylik deb. Bu yerda 200 kvadrat o'sha ob'yom. O'tgan yili akasini katta o'g'lini, xolani katta o'g'lini uyini qilgan edik. Qo'shni u tomonda uy. Bu yer hozir ukasini uyi. O'sha 1 yildan keyin mana yangi fasol chiqdi, shuni qidiryapti hozir. Bu yerda juda ajoyib bo'lgan, o'zimga yoqdi to'g'risi, material olib kelgandim. Hozir endi tugatganda keldim. Mana tiyagalar, bu tiyagalarni ham hammasini o'zimiz mahsulot. Mana shunday xohlagan misol fasonda chiroyli qilib chiqarib beramiz. Tiyagalar bu yerda patolog oq bo'lgani uchun bu tiyagani ham oq kraskaga bo'yadik. Oq kraska qilindi tiyagalar. Bu yerda Iron g'ishcha fasonimiz eng trenddagi, hamma aytganimizdek bu eng zo'r ketyapti, trendda bo'lyapti. Chunki chesta g'ishtday ko'rinib turadi bu terilgandan keyin. Hech kim buni yipki klinker deb o'ylamaydi. Hech kim yipki klinker deb o'ylamaydi. Buni rangi любой rangda chiqarib beramiz. Xohlagan rangda. Mokri desam, qora desam, любой rangda chiqarib beramiz. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yib, like tugmasini bosib qo'ysangiz, har doim ana shu qilinayotgan ishlarni qo'yib boramiz. Bu yerda xudo xolasa yaqinda mokri g'ishchadan chiqarganmiz, shofi oq bo'lgan. Uni bugun o'zi materialni olib boraman. Terishni boshlaydi. U yoq tugagandan keyin uni ham video qilamiz. Hali kuzatib boraverasizlar. Mana bunday arkalarga ham bu ham hammasi pinoplastdan chiqqan. Pinoplastdan. U misol organda ham ma'lum, bunday yumshoq narsa emas. Ustiga bir sloy tosh sepilgan holatda beriladi. Mana shuni любой xohlagan rangda qilsa bo'ladi uni ham keyin. Xohlagan rangda. Patologlar ham oq bo'lgani uchun bu yerda oq qildik ranglarini. Mana juda ajoyib, juda chiroyli. Yana ham o'zlaringiz baho berasizlar. Nima qanday chiqqaniga. Men liniyalarga e'tibor qiladigan bo'lsa, liniyalar rang bir xil. Mana shu yerda bironta g'ishtdan rangi boshqacha bo'lib qolgani yo'q. Hamma rang bir xil, liniyalar ham chotki. Bu yopishtirishga ham, lekin to'g'risi ustaga ham bog'liq. Usta ham konkret yopishtiradigan bo'lsa, mana shu liniyalarga e'tibor qilib, zako'nda bo'ladi. Bu yerda shofini qora qilganmiz, ustini Iron g'isht rangda qilganmiz. Buni ham Iron g'isht rangda ham ikki xili bor, sal to'qirog'i bor, ochrog'i bor. Bu yerda sal ochroqdan bo'lgan. Chunki ichkari bo'lgani uchun, aynan shu darvozaxona bu yer, polnisda ichkari bo'lgani uchun sal ochroq rang qildik. Tashqari bo'lsa, aylanasi uylar bo'layotgan, sal to'qirog'dan qilsa ham u ham juda chiroyli chiqadi, ajoyib chiqadi. Tiyagalarni mana shunday formachalari bilan chiroyli qilib chiqarib beramiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Faqat bunaqa emas, boshqacha fasonlari ham bor tiyagalarda. Xohlaganingizni shunday katalog tashlayman, любойni tanlasalaringiz qilib beraveramiz. Keyin mana burchakka hozir uголок qayerga qo'ydik? Uголок olib kelindi mana burchakka. Mana shunday tillo rangda uголок olib chiqadi tashqi burchakka. Mana shunday bo'ladi. O'zi umuman boshqacha vid beradi bu ham. Juda ajoyib, juda chiroyli narsa. Bu nержавейка, чисто nержавейка tillo rangda, rangi o'chmaydi buni. Rangi o'chmaydi. Yana nima deymiz? Bu mana darvozaxona. Bu tomondan shuna e'tibor qilinsa, kirib kelgan odamga juda boshqacha, juda chiroyli tuyuladi. Xuddi g'isht terilgandek ko'rinadi bu yerda. Xuddi g'isht terilgandek. Bu tomonlar bilan ichkarilar bilan qilinadi. Xudo xolasa bugun endi tugatamiz deyapti usta bolalar. Aylanasiga hamma joy qilinadi. Bu yerga bitta fantaziyacha qilib kesibdi ustalarimiz, mana bunday. Ana yopishtirib kesibdi bitta. Bu panel, dekor paneldan shuna kesib, mana shu yerga bitta maramircha, endi uy egasi so'ragan, shuna yopishtirib ketilgan mana shu yerga. Bu ham bir qandaydir fantaziya, bu yerdan o bo'ladi aytmoqchi, vanna bo'lar ekan. Rakvina bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Men bu bilan e'tibor qilmagan ekanman. Bu yerda rakvina bo'ladi. Shunday rakvina bo'lgandan keyin suv poti yuradi, boshqa qilsa ham bemalol arqon olish uchun mana shu narsa shu yerga yopishtirilibdi. Endi qolgan endi buni maqtaverib, buni qilaverib, bu chunki sinovdan o'tib bo'lgan bu narsa. To'g'risi 3 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, shu narsa bilan bu sinovdan o'tib bo'lgan. Yoqib ham ko'rdik buni, loy bilan quvib ham ko'rdik, yuvib ham ko'rdik, karchirda ham hamma narsa qilib ko'rdik. Hammasidan sinovdan o'tdi, issiqda ham ko'rdik, sovuqda ham ko'rdik. Qahraton qishda ham birontasi rangi o'zgarib, boshqa narsa bo'lib qolgan. E'tibor qilingizlar, buni gladkligiga, shoflariga mana shunday material chiqadi. Endi ko'plar aytayapti, boshqalarda endi kimlar bilmayman-ku, endi birovda buni emas. Reklamada boshqacha ekan, ko'z bilan ko'rsak boshqacha ekan, sizda unaqa emasmi deyapti-da. Bizda unaqa emas. Mana shu reklamada mana shu narsani ko'ryapsizmi? Mana shunaqa narsa qabul qilib olasiz.
Rangida, misol uchun bu g'ishcha rangi ham, buni rangi ham farqi yo'q. Xohlagan ranglaringizni qilib beramiz. Shofini misol uchun oq qilib, g'ishchani qora qilib deysizlarmi? Umuman muammo bo'lmaydi. Xohlagan rangda chiqarib beraveramiz. Buni aloqaga chiqarasizlar. Keyin mana bunaqa terma panellarimiz ham bor. Bunaqa terma panellarimiz ham bor. Endi bu boshda olib tashlaganimiz sal kirib bo'lib, hozirroq ana bo'libdi. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu terma panel, terma traventin, xullas fasad bo'yicha hamma narsadan bor bizda. Mana bu 3 sm lik qalinlikda pinoplast bo'ladi. Ustida mana shunday iroqcha rangda g'ish quyiladi, tosh quyiladi. Usti qattiqligi juda ham qattiq. Buni misol mushlab olsangiz qo'lingiz sinishi mumkin, atak o'ziga hech narsa qilmaydi. Rangi o'zgarmasligiga, ko'chib tushib qolmasligiga hammasiga 10 yil garantiya. Bunga ham mana bu gipch kaminga ham bunga ham. Endi 15 yil, 20 yil deyishni keragi yo'q, chunki undan ziyod ham turishi mumkin. Faqat ish turingizda bir karchil bilan yaxshilab yuvib turib, laklab qo'yish kerak bo'ldi. Keyin yozgi kunlari chang bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'sha payt yuvib turish kerak bu. Yuvib tursa, shunda rangini, umuman sifatini yo'qotmaydi. 15 yil ham turib bera oladi. Bu issiq sovuq saqlaydi. Termopanel, termotraventin, keyin bunday toshcha oq chest traventin toshdan ham orqasiga pukak qo'yib termotraventin ham chiqaramiz. Pinoblok kerak bo'lsa, pinoblok ham bor. Tomni ustiga pinolombos bo'lsa, undan ham bor. Pinopalastrol blok ham bor. Hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqarasiz. Pastdagi nomer, o'zimning nomerim. Mana shu Sirojidon o'z kanalining o'zim adminiman. Agar reklama xizmatlari kerak bo'layotgan bo'lsa, aloqaga chiqaringlar, unda reklama qilib ketaveramiz. Bu narxiga keladigan bo'lsak, iroqcha mana shunday fason, agar 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa, mana shundaylar 85 ming so'm 1 kvadrati. Uning ichiga kleysi lak qo'shib beriladi. 1 kvadratiga 500 gram kley, ustida urilayotgan laki qo'shib beriladi. Shu 85 mingning ichida. Samarqand bo'yicha dastavka ham besplatni bo'ladi. Tiagalar kelayotgan bo'lsa, tiagalar bitta ramka aylanasiga mana shunday hamma narsasi bitishi 250 mingdan boshlanadi. Arkalar bo'layotgan bo'lsa, sal qimmatroq bo'ladi arkalar. Keyin gipki kamin bor. U gipki kamin 1 qavatli bo'ladi. Gipki kamindan 60 ming so'mdan kvadrati, uni ham kleysi laki qo'shib beriladi. Pinoblok narxi 13 ming so'mdan, pinopolistira blokning narxi 21 ming so'm. Pinolomboz narxi 35 mingdan 55 minggacha bo'ladi. Terma panellarning narxi 120 ming so'm. 100 mingligi ham bor, 90 mingligi ham bor terma panelda. Aloqaga chiqasizlar. Shuni sizga katalog tashab beraman. Qaysidan kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz bersangiz qilib beramiz. Faqat zakaz bilan, hozir chunki zakaz juda ham ko'payib ketgan. Bir 20 kun, 15 kun, 20 kun oldin zakaz berib qo'ysalaringiz, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Hammalaringizga katta rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kanalga obuna tugmasini shunday bosib turib, like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringizlar. Katta rahmat.